Tak, hammaga salom, obunachilar, sizlar bilan Kumiho va do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, bilasizlarmi, bugun chotki video bo'ladi, chunki rasmiy yangi qishloqqa ko'chib o'tdim. O'zimni qishlog'imda nima deydi, qurilish bo'layotgan ekan, uyimni buzib tashlashdi. Nima qilay, men ham endi shu qishloqda yashab turaman. Hozircha menga yangigina uy berishdi. Bu uy ham sonali ekan. Hech qisi yo'q, men janob merni oldiga borib kelay. Telefonimni yo'qotib qo'ydim-da. Lekin tez orada men yangi uyimga ko'chib o'taman. Bu uyni esa ukamga berib yuboraman. Tak, janob merga telefon qilaylik-chi. Xo'sh, do'stlar, janob merga terdim. Alo, assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Qalaysan, Kumiho? Yaxshi, bilasizmi, menga ish bor deyotganingiz. Da, senga juda ham chotki ish bor. Qanaqa ish, tushunmadim. Qara, kecha payt qo'shni qishloqda yigitlarni o'ldirib ketishgan. Nima, axir yo'qda mening do'stim bor-ku. Ana shu qishloqqa bordi. U yoqda bo'lgan hamma narsalarni bilib kel. Xo'p. Do'stlar, qo'shni qishloqda nimalar bo'lyapti tushunmadim. U yerda bitta ham yetil qolmabdi. Shuning uchun ularning oldiga borishimiz kerak. Agar ulardan birortasi yo'qolgan bo'lsa, ularni kim o'ldirganini aytib beradi. Mayli, tak. Tezroq kiyay. Sochlarimda mana shu yoqda edi. Sandiqni ichidan olamiz va tezroq kiyimlarimni kiyaman. Tak. Sekingina o'tay. Xo'sh, do'stlar, tak, endi ishini yopamiz va nima deydi? Tezroq men ketishim kerak. Qo'shni qishloqqa nima bu yoqqa boryapman? Videomiz endi 2 minutlik bo'libdi. Xo'sh, hech qisi yo'q. Xo'sh, do'stlar, men juda ham asabim chiqib ketdi, chunki qo'shni qishloqdan meni do'stlarim juda ham ko'p edi, hattoki merni ham o'ldirib ketishibdimi? Shunda bilmadim. Ularda har doim Solxonga borganimda ular bilan yaqin bo'lib qolgan edim. Ana do'stlar, qo'shni qishloqdan chiqdi. Lekin nima uchun, nima qilishdi ular? Nimaga, qaysi gunohlari uchun ular o'ldi? Tak, hozir bilib olamiz. Yetil qolgan bo'lsa, ulardan so'rayman. Yetil ko'rib bo'lsa, yetil. Kumiho, sen bizni o'ldirmoqchimisan? Qanaqasidan o'ldiraman? Bilasanmi, bizni o'ldirib ketishdi kecha. Janob merni o'ldirishdi. O'g'illarni ham o'ldirishdi. Uning uchun xalqqa so'zolamiz. Men shuning uchun keldim-da. Men ana shu o'g'rini tutmoqchiman. Uni tutolmaysan, u sendan kuchli. Menga farqi yo'q, bilasanmi? Shu gaping uchun o'zi tosh bilan basharangni yorib qo'yib kelyapti-yu. Do'stimsan-da, mayli. Xo'sh. Tak, demak, do'stlar, o'g'ri mana shu tarafdan kelgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Mayli, o'g'ri aniq shu o'rmon tarafdan keldimi? O'rmon tarafdan keldi. Xo'p, bo'lmasa qishloqlarga kamera qo'yish kerak edi. Meni ham juda uyqum kelyapti, jinoyatdan chiqolmadim. Xo'sh, janob merni uyi qaysi? Mana shu to'g'rindagi uy. Bu yerda qotillik bo'lganmi? Shu yerda qotillik bo'lgan. Mayli.
Bu yerda bildim. O'g'ri hattoki izi ham qolmabdi. Tak do'stlar, shu tarafda u mana bloklar buzilgan kakras va bu yoqqa blok qo'yilgan. U mana shu yerni sindirib chiqib ketgan. Mana sizlar qaranglar, buni shunday sindirgan. Bu ichkariga blokni sindirib chiqqan va bu yerdan qochib ketgan. Eshik ham juda ham noto'g'ri qo'yilibdi keyin. Mayli. Lekin voqea bo'lgan joyni topdik. Lekin janob mer nima qilgandi do'stlar, o'zingiz bilasiz. Janob mer yaxshi edi. Siz bu janob merni ko'rmaganman demang. Bu janob mer o'zimizni oldingi qishloqdagi mer. O'sha yoqqa ko'chib kelgan edi, chinorsin. Juda ham yaxshi edi. Xo'sh, agar o'g'ri o'rmon tarafdan kelib mana shu tarafdan qochgan bo'lsa, bunisi lekin o'shib tushadi. O'g'ri shu tarafdan kelgan va mana shu tarafdan qochib ketgan. Bularning nimasi qiziq shunda do'stlar? Va agar u mana shu tarafga qochgan bo'lsa, demak uning bazasi bor. Xo'sh. Nima qilay do'stlar, endi bu o'g'rini qanday tutishim mumkin? Jinisi shunaqa ham palakat ishlar bo'ladimi? Ha mayli, bu qishloq o'zi golem qo'yish kerak edi. Tak do'stlar, bo'lmasam men tezroq uyga boray, bu ishlarni keyin janob merga aytib beraman. Tak, alo janob mer, ha nimaga teryapsiz? Bilasanmi, shaxtaga bitta telefon bolasi tushib ketdi. Chinorsin, nima? Hammangiz palakatlanib yurasizmi, bilet? Men hoteldan qilganim yo'q-ku. Nima qilay bo'lmasa? Tezroq oldimga kel. Shaxtalarni bekitib qo'ydik. Endi bizani qishloqda shaxta bo'lmaydimi? Yo'q-da. O'zing ko'rib ket, mana shu chap tarafdan borib. Hop, ko'rib ketaman. Chap tarafdan borsak do'stlar, da shu tarafimizda shaxtalar juda ham ko'p. Ko'p edi juda ham. Tak. Men tezroq boray. Tushunursan. Menimcha bu yoqda bloklar turibdi. Rostdan ham shaxtani bekitishibdi. Lekin bu kiradigan joylari-chi. Lekin bu yoqni o'ylashmabdi. Tak, ko'rib chiqaylik-chi. O'to'xi, do'stlar, rostdan ham bekitib tashlashibdi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Sanosan, men shu yerga tushib ketdim. Voy, juda ham uyqum kelyapti. Kecham tushdi. Men ertaga u joyni qarab kelishim kerak, do'stlar. Hozircha biroz yotib dam olay. Janob mer hozircha boshqa joyga ketibdi. Men tezroq uyga boray, do'stlar. Uyga borganimda kamerani yoqaman.